Bizda bilasizmi Ahmadbek, har bitta mahallada nuroniylar jamg'armasi va aynan mana shunday nuroniylar ishtirokida bo'lib o'tadigan tadbirlar bor va har bitta nuroniy 7 mahallaga bir nuroniy 10 yoshga mas'ul degan tanlov o'tkazildi va aynan Urganch tumanida bo'lib o'tdi. Shundan tayyorlangan lavha bor. Keling, shuni yurtdoshlarimizga havola qilamiz. Albatta, birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Jamiyat taraqqiyotida uzoq yillik mehnat tajribasiga ega bo'lgan insonlarning yo'l-yo'riq va maslahatlari, hayotiy saboqlari muhim ahamiyatga ega. Shu bois har bir mahallada uzoq yillik hayotiy tajribaga ega otaxon va onaxonlarning 10 nafar yoshga mas'ul qilib belgilanishi jamiyatda ma'naviy muhitni yaxshilashga, yoshlarni to'g'ri yo'lga boshlash, vatanimiz koriga yaraydigan barkamol inson qilib voyaga yetkazishga xizmat qiladi. Urganch tumanida bo'lib o'tgan bir nuroniy 10 yoshga mas'ul ko'rik tanlovining tuman bosqichi badiiy sahna ko'rinishlari, san'atkorlarning milliy va mumtoz kuy qo'shiqlari bilan boshlandi. Unda nuroniylar 3 ta shart bo'yicha o'zaro bellashdilar. Nuroniylarning tajribasi hayoti asosida yoshlarni hayotga yo'llash, ularni to'g'ri ishga yo'naltirish, ta'lim tarbiyada, iqtisodda, oilada o'zlarini qanday tutish, hammasi mana shu nuroniylarning hayotiy tajribasiga bog'liq deb bilaman. Biz nuroniylarga mana shu katta bir mas'uliyat yuklatilgan. Chunki hayotiy tajribamiz, ko'p yillik ish faoliyatimizda yoshlarga ta'lim tarbiya berishda katta bir o'rnimiz bor. Men o'zim mana shu pedagogika sohasida 55 yil faoliyat ko'rsatdim. Mana shu yoshlarni, ayniqsa men sportchi bo'lganim sababli 28 yil davomida respublikada voleybol mana shu bir jamoaning, bir qishloqning qizlarini 28 yil respublikada 1-6 o'rinlarda olib yurdim. Bu ham katta. Hozirgi kunda 100 ga yaqin jismoniy tarbiyadan oliy ma'lumotli shogirdlarim mana shu respublikaning turli institutlarida, oliygohlarida ta'lim tarbiya, yoshlarga ta'lim tarbiya berib kelyapti. Shunday ekan biz nuroniylar nima uchun yoshlarga o'zimizning butun borlig'imizni, kuchimizni, g'ayratimizni bermaslik kerak? Bu bizga bo'lgan asosiy mas'uliyat deb bilamiz. Men shu sohada kuchim yetganchalik yoshlarga ta'lim berishda charchamayman, harakat qilaman va shu jumladan butun nuroniylarga ham shu ishni taklif qilgan bo'ladi. Nuroniylar jamiyatimiz gultoji, o'zlarining ulkan hayotiy tajribasi bilan barchaga o'rnak bo'ladigan faxriylarimizdir. Shuning uchun ham viloyatda yoshi ulug' insonlar, ko'pni ko'rgan otaxon va onaxonlar hayotiy misollar orqali yoshlarga yo'l-yo'riq, maslahatlar berishadi. Biz faxriylar yoshlar tarbiyasiga mas'ulmiz shiori ostida o'tkazilgan ko'rik tanlovda yoshlar tarbiyasi bilan bog'liq bo'lgan muhim omillar, yaxshi ta'lim, go'zal tarbiyaga ega bo'lish uchun kitob o'qish, yaxshilar nasihatini tinglab, ularga amal qilish, o'zidan kattaga hurmat, kichikka izzat ko'rsatish lozimligiga to'xtaldilar. Bir nuroniy 10 yoshga mas'ul tamoyillar asosida o'tkazilgan ko'rik tanlovida birinchi o'rinni oldim. Men bundan bag'oyat xursandman. Kelgusi ishlarimizda shu yoshlarga ta'lim tarbiya berishda o'z quvvatimizni, o'z kuchimizni ayamaymiz. Shu yaqinda menga berkitilgan ajrim yoqasiga kelib qolgan yoshlarni ham shu oilasi bilan mustahkam yashashga yo'naltirdik. Bugungi kundan keyin ham qancha kuchimiz bo'lsa, g'ayratimiz bo'lsa, shu yoshlarga bag'ishlab, yoshlarni yaxshi tarbiya topishda, vatanga sadoqatli, vatanga munosib farzand bo'lishlarida o'z kuchimizni, g'ayratimizni ayamaymiz. Ko'rik tanlovda katta mehnat tajribasiga ega bo'lgan faol keksalar o'z ish tajribasini namoyon qilishdi. Tanlovning har bir sharti bo'yicha qizg'in tayyorgarlik ko'rganliklarini ko'rsatdilar. Tanlovning yakuniy natijalariga ko'ra g'oliblikni qo'lga kiritgan eng faol ishtirokchi ko'rik tanlovning viloyat bosqichida ishtirok etadigan bo'ldi.